Bo'ldi, yozib olish boshlandi. 6-darsdagi so'rovnomaga ko'ra shu 2020 mana shu ikkita kitob tashlab qo'ygandim. 2017-yilda endi 2022-yilda endi hozir foydalanilayotgani shu bo'lsa kerak menimcha. Shu darslik bo'lsa kerak maktablarda. Har holda oxirgi 2022 shu ekan. Undan keyin boshqa nashr ko'rmadim. Shu bo'lishi kerak. Xo'p, yaxshi. Shulardan bir qator tahlilni qo'ldan kelgancha darslarni o'tkazish. Oddiygina mavzu bo'ladigan bo'lsa, shu mavzu bo'yicha berilgan misollarda hammasini qanday ishlash bo'yicha darslarni ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi mavzusida nima berilgan? Natural sonlar ustida amallar berildi. Birinchi mavzusida natural sonlar ustida amallar. Va qayergacha davom etyapti? Tub va murakkab sonlargacha davom etyapti. Va tub va murakkab sonlargacha bo'lganini hammasini ko'rib chiqamiz. Yaxshi. 5-sinflar darsligida ham ko'rgan narsamiz yana qaytarilyapti. Natural sonlar ustida amallar. Ya'ni birlar xonasi birlar, o'nlar, yuzlar, keyin yana birlar, o'nlar, yuzlar beryapti, faqat mingliklarda. Ya'ni o'sha minglar, 10 minglar, 100 minglar. Keyin millionlarda birlarni berayotganlar million, 10 million, 100 million. Milliard, 10 milliard, 100 milliard. Shunaqa bo'lib, bu jadvalni bu yerda ham beryapti. Xo'p, bu yerda endi qaranglar. Yuzlar qo'shish, ayrishda, taymata yozilishda shunaqa narsalarda amallar tushuntirish maqsadida shu holatni beryapti. Ya'ni taymata yozayotganlaringda yo boshqa bo'layotganda qo'shish, ayrish, bo'lish, ko'paytirish shularni ketma-ketligini katay ko'rinishda yozib qo'yapti. Buni oddiyroq qilib tushuntirib o'tib ketaman. Bunda qo'shish amalini beryapti. Qo'shish amalini berayotgan paytda qo'shib ketyapti. Mana 5 ga 5 taymata yozilgan bu. 43385 ni 52065 ga qo'shyapti. Qaranglar, 5 ga 5 qo'shyapti, 10 dilda mana terga qo'ygan. 8 ga 6 ni qo'shyapti, 14 dilda bilan 15 deyapti. Yana bir dilda shunaqa bo'lib ketyapti. Bu yerda ayrishdi, bu yerda ko'paytirish va bu yerda bo'lishni ko'rsatib beryapti. Buni o'zim alohida ko'rsataveray. Buni yaxshilab e'tibor bersak yana bir tushunib olaveramiz. Bu yerda alohida men o'zim qo'shish, ayrish, bo'lish, ko'paytirishlarga misol keltirib tushuntirib beraman. Tasavvur qilaylik, bitta istalgan sonni olaylik. 4 xonali son bo'lsin boshiga. 2, 7, 6, 9. Shu sonni 3, 1, 8 ga qo'shyapmiz. Taymata yozishimiz kerak. 2, 7, 6, 9 yozaman va qaranglar, bu tomondan boshlab yozaman. O'ng tomondan chapga qarab yozishni boshlayman. 8, 1, 3. Taymata yozayotganda shunisiga e'tibor bersak bo'ldi. Ya'ni o'ng tomoni to'la turishi kerak, bo'sh bo'lmasligi kerak. Ya'ni bu birlar xonasi, kitobda tushuntirish bo'yicha birlar xonasiga birlar xonasi to'g'ri kelishi kerak. O'nlar xonasiga o'nlar xonasi, yuzlar xonasiga yuzlar xonasi. Bu tomoni yo'qmi? Bo'sh turaveradi. Endi qo'shib ketdilar, qaranglar. 9 ga 8 ni qo'shsak, 8 ni qo'shadigan bo'lsa 18 bo'ladi, to'g'rimi? 18 17 bo'ladi. 17 ni birlar xonasiga 7 sini yozamiz xolos. Mana bu biri dilda qoladi. Demak, bunda bu ketadi, biri dilda qoladi. 6 ga 1 ni qo'shamiz, 7. Mana dildagi 1 ni shu yerda qo'shib qo'yamiz, 8 mana. Endi bo'ldi bu. 7 ga 3 ni qo'shadigan bo'lsak, 10 bo'ladi. 10 deganimizdagi xayolimizda tursin, u o'ng tomondagi 0 ni yozaman. 10. Biri dilda bo'ladi. Endi 2 ga qo'shadigan pastda yo'q ekan, faqatgina dildagi qo'shilyapti xolos 3 mi. Demak, javobimiz 3087 ekan. Yana bitta misolni ko'rib qo'yamiz qo'shishga. Endi faqat uzunrog'idan. 3, 7, 0, 1. Qo'shilgan 69, qo'shilgan 891. Qaranglar, 4 xonali son, 2 xonali son, 1 xonali son. Agar faqat qo'shish kelayotgan bo'lsa, uchalasini birdaniga taymata yozib olsak bo'laveradi. 3071, bu tomonda yozaman. 9, 6. 1, 9, 8. Faqat qo'shish kelayotgan, uchalasini birdaniga degan bo'ladi. Qaranglar, 1 ga 9 qo'shyapmiz 10. 10 ga 1 ni qo'shadigan bo'lsak 11, 1 ni yozamiz, 1 dil. 6 ga 9 ni qo'shadigan bo'lsak 15, dildagi 6 bilan 16 bo'ladi, 6 da yana 1 dil. 7 ga endi 8 qo'shiladi. 15, dildagi bilan 16, 6 ni yozamiz, 1 dilda. 3 ga dildagi 1 ni qo'shib qo'ysak bo'ldi, 4 dil. Bitta qarab qo'yaylik, yozib olish yaxshi ketyapti. Xo'p, yozib olish davom etyapti, ovozim eshitilyapti, ha, ekran ham ko'rinyapti. Davom ettiramiz. Bo'ldi. Endi ayrishga misol keltirib qo'yaylik. Qaranglar, 3, 9, 6, 5 deylik. Ayrimiz. Xo'p, 1, 2, 3, 1. Mana shuni ayryapmiz. Bunda oddiygina ayraylik. 6, 5 dan yana taymata yozyapti. Chap tomon, o'ng tomondan chapga qarab yozib ketaman. Chunki o'ng tomon to'la turishi shart. 1, 3, 2, 1. Qo'shamiz. Ayraymiz endi.
5dan 1 ayiramiz. 4, 3. 9dan 2 kessa 7. 3dan 1 kessa 2 mana. Bu oddiy ayirish bajarildi. Endi boshqa sonni yozaman. Ayrilgan 3 xonali son yozaylik. Mana, shuni ayiryapmiz. 2132 ayiryapmiz. 6, 8, 9 mana. Chap tomondan, o'ng tomondan chapga qarab yozishni boshladim, qaranglar. Endi muammo 2 dan 6 ni ayirib bo'lmaydi. Endi bunisidan 3 dan bunisiga qarz olib berdim deymiz. Bitta xona pastga tushayotganligi uchun 3 dan 1 olib bersak, bu o'zida 2 qoladi. Va mana bunda bunga o'tayotgan son 10 bo'lib o'tadi. Va mana 2 qo'shilsa jami 12 ga aylanadi. 12 dan 6 ni ayirsak 6. Shunday, bundan 1 olib berdik. Mana bunda o'zida 2 qoldi. Bundan birimiz 10 bo'lib o'tadi. 10 ga 2 ni qo'shsak 12 bo'ladi. 12 dan 6 ni ayiramiz 6. Endi bu 3 o'zida 2 qoldi. Uni ham qarz beramiz. Endi bu tomondagisidan qarz berib 1 olib beryapmiz. O'zi 1 edi, demak 0 qoldi. 1 bunga 10 bo'lib o'tadi, o'zida 2 qoladi. U bilan 12 bo'lyapti yani. 12 dan 8 dan ayirsak 4. 0 qolgan. 0 dan 9 dan ayirib bo'lmaydi. Yana bunisidan qarz beramiz. Olib berdik, 10 bo'ldi. O'zida 0 qoladi. Demak 10 ni o'zini olaveramiz. 10 dan 9 dan ayirsak 1. Buni o'zida qarz berganim uchun 1 qolyapti xolos. Mana javob chiqdi. 1, 1, 4, 6. Yana bitta sonni yozaveramiz. Aytaylik 10.000 bo'lsin bu safar. Ayrilgan 2391. Ayiryapmiz. 10.000 dan tag'in yozamiz. Ayrimiz, chap tomondan boshlab yozaman. 1, 9, 3, 2. Qaranglar. 0 dan 1 dan bo'lmaydi. Qarz beradimi? Bunda ham yo'q. Endi bunisida son hosil qilish uchun oldingisidan qarz bermoqchi bo'ladim, bunda ham yo'q ekan. Bunda son hosil qilish uchun bunisidan qarz bermoqchi edim, bunda ham yo'q. Oxiri mana 1 ga keldik. 1 ga keldik. Qarz bersam bunda 10 ga aylanadi. Lekin men managa kelishim kerak. Bunisida yana bu 10 dan yana bitta qarz beraman. Natijada bu 10 ga aylanadi, buni o'zida 9 qoladi. Bu 10 ga aylanadi, bunisidan bunisiga qarz beraman. Natijada bunisi 10 ga aylanadi, bu 9 qoladi. 17 9 bo'ldi. Bu 10 bo'ldi. Bundan qarz bersak, bunga o'ng tomonga yana bitta 10 beradi. Bu 10 ga aylanadi, o'zi 9 bo'ldi. Demak, bularda hammasi 9 bo'ldi. Oxirgisi 10 bo'lib qoldi. 10 dan 1 dan ayiradigan bo'lsak 9. 9 qoladi. 9 dan 9 dan ayirsak 0. 9 dan 3 dan ayiradigan bo'lsak 6. 9 dan 2 dan ayiradigan bo'lsak 7. Demak, javob 7609 bo'lib qolyapti. Tushundingmi? Shunaqa holatda ayirishlar bajarsak bo'ladi. Mana oddiy ayirishga, bu qarz olib berish ishlanadigan ayirishga, mana shunaqa nollar bilan ko'p ishlanadigan bo'lsa, demak, boshidan bitta qarz olib beramiz. Hammasi 9 9 9 9 bo'lib ketadi, oxirgisi 0 ga aylanadi, 10 ga aylanadi ekan. O'shanaqa qilib ayirib ketsak bo'laver ekan. Endi ko'paytirish bilan bo'lishgan misol ko'paydi. Kitobdagi o'zdagi misollardan ishlaymiz. Xo'p, qaranglar. Bitta ko'paytirishga aytaylik 231 ni 13 ga ko'paytiramiz. Bitta kitobga o'qiylik-da. Keyin mana qo'shish ayirishlar boshlab ketyapti ekanda. Bo'ldi. 231 ni 13 ga ko'paytiramiz. 231 ko'paygan 13. To'g'ri, bu eslatish maqsadida yana boshda qo'shish ayirishlarni beryapti sizlarga. O'zi aslida bu boshlang'ichdan boshlab ko'rib kelinayotgan narsa. Birinchi bo'lib 3 ni 1 ga ko'paytiramiz. 3. Mana 3 sonimizni hammasiga ko'paytirib chiqardik tevadigilar. 3 ni 3 ga ko'paytirsak 9, 3 ni 2 ga ko'paytirsak 6. 1 kere 1, 1, 1 kere 3, 3, 1 kere 2, 2. Eslangda bo'lsa, ikkinchi sonni ko'paytirishni boshlaganimizda har biriga bitta chapga surib yozardim. 3 ni ko'paytirdim, hammasiga ko'paytirib chiqdim, bo'ldi. 1 ni ko'paytirmoqchi bo'lsam, bitta surib yozardim. Endi 3 o'zi tushiradi. 9 ga 1 ni qo'shsak 10, 0 ni yozamiz 1 dilda. 6 ga 3 ni qo'shsak 9 dildagi bilan 10, 0 ni yozamiz yana 1 dilda. 2 ga dildagi 1 ni qo'shib qo'ysak 3. Yana bitta ko'paytirish bajarib qo'yaylik. Xo'p, 231 ko'paygan 4 9 0 2. 4 xonali son, 3 xonali son. Xohlaganimizni birinchi yozib olaveramiz. Tevasiga xohlaganimizni yozib olaveramiz. Uzunroqni yozsa qulayroq bo'ladi. 4902 ni tevaga yozib, pastga 231 deb yozadi. Endi 1 ni ko'paytirib chiqishim kerak birinchi. Hammasiga ko'paytirib chiqaman. 1 kere 2 2, 1 kere 0 0, 1 kere 9 9, 1 kere 4 4. Endi 3 ni ko'paytirayotganimda, bu 0 ni tagida yozaman. Bitta chapga surib yozaman. 3 kere 2 6, 3 kere 0 0,
3 kere 9 27 bo'ladi. 7sini yozamiz ikki tilda. 27 deganimizda 7ni yozyapmiz ikki tilda. 3 kere 4 12. Dildagi 2 ni qo'shadigan bo'lsak 12 ga 14 bo'ladi. Bo'ldi, tugadi. Endi 2 ni boshlab yozyapmizmi? 6 dan bitta 10 ga surib 0 tayinlab yozamiz. 2 kere 2 4, 2 kere 9 18. 8 ni yozamiz 1 dilda. 2 kere 4 8. 2 kere 0 yozmoqman. 2 kere 0 0. 2 kere 4 mana 19. 2 kere 9 18. 8 ni yozamiz 1 dilda. 2 kere 4 8 dildagi bilan 10 mana 9. Endi bularni qo'shib qo'yamiz. Mana shu holatga kelgandan keyin qo'shiladi. Bitta-bitta suryapmiz va oxirida qo'shib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Oldin ko'rgansizlar menimcha. 2 6 9 ga 4 qo'shsak 13 3 ni yozamiz 1 dilda. 7 ga 4 11 11 ga 0 qo'shilyapti. 11 gacha qolaveradi. Va dildagi 1 ni qo'shib qo'ysak 12. Ikkisini yozamiz 1 dilda. 4 ga 8 12 dildagi 1 ni qo'shadigan bo'lsak 10 ni cho'p qoladi. 3 ni yozamiz 1 dilda. 1 ga 9 10 dildagi bilan 11. Mana javob chiqdi. Ko'paytirishni ham bajardik. Xo'p, endi bo'lishga misol keltiraylik. Shu sonni bo'laylik 9 ga. Bo'lingan 9 ni. Qaylar yozyapman. Bo'lingan 9. Xo'p, bir boshdan ko'rib ketardik. 2 ni ichida 9 tadan yo'q. Demak, 29 yechamiz. 29 ni ichida 9 tadan nechta bor? Ya'ni, qaranglar, bu nima degani demoqchi bo'lsalar. 9 ni nechiga ko'paytirsangiz 29 ga eng yaqin son bo'ladi. Shuni topsangiz ham bo'laveradi. 9 kara nechi 27 ga eng yaqin son? 9 kara 3 karani yodlagandan biladi. 3 kara 9 27 bo'ladi. 29 ga eng yaqin son. Undan ko'p ketmaslik kerak. 9 dan 7 narsa 2 bag'i 0 bo'laveradi. 7 ni olishamiz. 9 ni nechiga ko'paytirsa 27 ga eng yaqin son bo'ladi va 27 ni oshib ketmaslik kerak. 3 bu ham. 9 kara 3 27 ni o'zi bo'ladi. O'zi bo'lsa ham bo'laveradi. Ayrib olyapmiz. 6 ni olishamiz. 6 ni ichida 9 tadan yo'q, chunki bittasi ham 9 bo'ladi. Demak, yo'q. Endi qaranglar. 6 ni ichida 9 talikdan nechta borsa 0 ta bor degan fikr yuritsalar ham bo'laveradi. 6 ni ichida 9 talikdan 0 ta bor. Endi 3 topishamiz. Mana shu usulni qo'llasalar ham bo'laveradi. 6 ni opishyapmiz. 6 bo'lib, 6 ni ichida 9 talikdan nechta bor? 0 ta bor. Endi 3 topishyapmiz. 63. 63 ni ichida 9 talikdan nechta bor? 9 kere netimiz 63 ga yaqin son. 9 kere 7miz bo'lib qoladi. 7 kere 9 63. 0. 5 topishaylik mana 5. 5 ni ichida 9 tadan nechta bor? 0 ta bor. Endi 4 topishamiz. Keyingi sonni topishamiz. 54 ni ichida 9 tadan nechta bor? 6 ta bor. 6 kere 9 54. Yarimiz 0 bo'ladi. Mana shu usulni oldincha ko'rmagan bo'lsalaringiz menimcha. Yaxshi. Yana bitta bo'lishga ishlaylik. O'chirib yuboramiz. Bo'lishga misol keltiramiz. Xo'p, ikki xonali sonlarni boshlaylik. Asosan bu qismi bo'yicha ishlaylik. Shuni 15 ga bo'lamiz. Bir yo'l yozyapman. Ustun shaklida 15. Qaranglar. 3 ni ichida yo'q. 30 ni ichida 15 talikdan nechta bor? 30 ni ichida 15 talikdan 2 ta bor. 15 ga 15 ni qo'shsak 30 bo'ladi. 30 ayrib olyapmiz 0. Qaranglar, mana shu xato qilmanglar. 0 ni olib tushadigan bo'lsak, 0 bo'ladi. Bitta olib tushdik. Endi gapirishga majburmiz. 0 ni ichida 15 talikdan nechta bor? 0 ta. Endi 0 olib tushdik, ikkinchisini olib tushamiz. Yana 0 ekan, 0 ga navbat kelib 0 olib tushamiz. Yana bitta olib tushdik, har bir olib tushganimizga gapirishga majburmiz. Yana aytyapmiz. 0 ni ichida 15 talikdan nechta bor? 0 ta bor. Endi 4 ga navbat keldi olib tushish, 4 olib tushamiz. Bitta olib tushdik, 4 qoldi bu son. Ba'zi 0 olish shart emas. 4 ni ichida 15 talikdan nechta bor? 0 ta bor. Endi 5 ta olib tushamiz. 5 ga navbat keldi. Har bir olib tushganimizga bitta gapirishga majburmiz. Yoki bu narsani ham qoida qilib olsalar ham bo'laveradi. Nechta son raqam tushdi demadim. 4 ta tushdi, 3 ta 0 qo'shildi. Bitta kami qo'shiladi. Endi 45 ni ichida 15 talikdan deyishimiz kerak. 45 ni ichida 15 talikdan oddiy qo'shishdan foydalanamiz. 15 ga 15 qo'shsak 30, 30 ga 15 qo'shsak 45. Demak 3 dona bor ekan. 3 kere 15 45. Ayrimiz 0.
Endi oxirgi marta 5 topishuvdik. Endi 0 ga navbat keldi. 0 topishamiz. 0 ni ichida 15 tayda nechta bor? 0 ta. 1 da olib chiqdik. 1 ga navbat keldi. 1 ni ichida 15 tayda nechta bor? 0 ta bor. Endi 5 ga navbat keldi. 5 topishamiz. 15 ni ichida 15 talikda nechta bor? Bitta bor. 1 kere 15, 15. Ayrimiz 0. Endi mayli 2 ta 0. 0 da olib chiqishimiz kerak. 0 ni ichida 15 talikdan 0 ta bor. 0 da olib chiqishimiz kerak. 0 ni ichida 15 talikdan 0 ta bor. Oxirgi 0lar ko'chirib olib qo'yilaveradi degani shundan-da. Ya'ni o'zi aslida har bir sonni olib tushganimizda pastga shu sonni ichida bo'layotgan sonimizdan nechta degan savolni berishimiz kerak. 0 ta bo'lsa 0 ta, 10 ta bo'lsa 10 ta. 10 ta bo'lmaydi omma. Shunga yaxshi. Endi buni ishladik, bo'lishdan ham ko'rdik. Endi kitobga qaytamiz. Yaxshi yozib olyapti. Bo'ldi yaxshi. Endi kitobga qaytamiz. Kitobda ham xuddi shu narsani ko'rsatgan. Birlar xonasiga birlar xonasi to'g'ri kelsin, yuzlarga yuzlar, o'nlarga o'nlar, minglarga minglar, 10 minglarga 10 minglar to'g'ri kelsin deyapti. Ayirishda ham xuddi shu narsani aytib o'tyapti. Bu ko'paytirishda mana 9 ni ko'paytirib chiqdi. 10 ni ko'paytirib chiqayotganda bitta chap tomonga surib yozishimiz kerakligini aytayapti. Va 1 ga ko'paytirayotganda bitta chap tomonga surib yozishimiz kerakligini aytayapti. Bo'lishda ham har bir stringlarni qo'yib qo'ygan. Guruhlarda ishlaymiz. Xullas hisob-kitobni bajaramiz. Taymata yozib ishlashimiz kerak bo'ladi. Qaranglar, hammasini emas, shu ora-orada bitta ikkitasini ishlab o'tkazaman. Birinchi bo'lib, ikkinchisi A bo'lsa, B bilan ishlashni boshlayman. Nekka yozaman. Kitobda o'ziga yozib ketaman. 17, 2, 3, 3, 8. Bu tomondan qaranglar, o'ng tomondan boshlab yozishimiz kerak. 2, 6, 6, 7, 2, 3 qo'shish ekan. O'ng tomondan boshlab yozsangiz, hali tayma-tay tushishda xato qilmaysiz. 8 ga 2 ni qo'shyapmiz. 8 ga 2 ni qo'ysa 10 bo'ladi. Xayolimizga kelsin shu. Va o'ng tomondagi 0 yozamiz. 1 turibdi mana 2 ga yozib qo'ydim 1 ni. 3 ga 6 ni qo'shamiz. 9 bo'ladi. 9 ga u xayolimizda turgan 1 ni qo'shamiz. Natijada 10 bo'ladi. 0 ni yozamiz. 1 mana yana xayolimizda turibdi. O'chirib yubormadik, turibdi. Chunki bunda ham 1 chiqdi. 3 ga 6 ni qo'shamiz. 9. 9 ga bu xayolimizda 0. 1 yana xayolimizda turaveradi, dilimizda turibdi. Endi 2 ga 7 ni qo'shsak, 9. 9 ga bu dildagi 1 ni qo'shadigan bo'lsa 10. 0 ni yozamiz, yana 1 dil. 7 ga 2 ni qo'shyapmiz, 10. Yana dildagi 1 ni qo'shadigan bo'lsa 9 bo'ladi, dildagi 1 ni qo'ysa 10. 0 ni yozamiz, yana 1 dil. 1 ga 3 ni qo'ysak 4, dildagi bilan 5. Bitta joyda ko'rib qoldim mana shu yerda xayol dilga 1 da olib olishimizni bir tanqid qilib degan. Bundan optimal yo'l yo'q. Hatto shuni ham tanqid qiladiganlar chiqyapti, hayron qolasiz. Xo'sh-ku, buni tanqid qilib nima kerak bor? Kulgili narsa ochig'i. Hali endi boshqa usullar ham bor-da, endi tushunish uchun eng optimal variant, lekin baribir shu. Biz tanqid qilinmagan narsa qolmayapti hozirgina. Qaranglar. Yozyapmiz. Qo'shdi ekan. Sanay qoldi, mayli. 7 ga 3 qo'shamiz. 10, 0. 10 ni o'ng tomonidagi 0 ni yozyapmiz, 1 dilda. Tasavvur qiling, xayolingizda bo'layotgan narsani yozyapman. Qarang, 10 ni o'ylaysizlar. Ha, bunisini yozishim kerak. Bunisi bu tomonga qarab ketadi. Shunga bunisini har doim 2 xonali son bo'lsa, misol uchun 23 bo'lib qolsa, ha, 3 ni yozishim kerak, ikkisi bu tomonga qarab ketadi. Shunday holatda bo'lishi kerak. Endi davom ettiramiz. 0 ga 9 qo'ysak, 10. 10 ga 1 ni yozsam 10 hosil bo'ladi. 10 ni 0 ni yozamiz 1 dilda. 3 ga 6 ni qo'ysak 9. 9 ga dildagi 1 ni qo'ysak 10. 0 ni yozamiz, yana xayolimizga 1 dildagi 1 ketdi. 0 ga 9 ni qo'ysak 9. Dildagi 1 bilan 10. 0 ni yozamiz, 1 yana ketdi. 0 ga 9 ni qo'ysak 10. 9 dildagi bilan 10. 0 ni yozamiz, 1 yana ketdi. 9 ga 0 ni qo'shadigan bo'lsak 9. Dildagi bilan 10. 0 ni yozamiz, yana 1 ketdi. 8 ga 1 ni qo'ysak 9. Dildagi bilan 10. Mana javob chiqdi. Shunday endi ayirish mashqida bilan foyda ko'ramiz. Keyin ko'paytirish bilan bo'lishga o'rganamiz. Qaranglar, mana shu yozyapti. 8 birinchisini oldiga yozib oling. 8, 3, 6, 4, 5, 7, 9. Endi o'ng tomondan boshlab yozib ketsam, hali kataylari to'g'ri ketadi. Ketmagan. 1, 2, 4, 5, hop, keyin 3 ekan.
6 ekan va 1 ekan. Ayirishimiz kerak. Ayiryapmiz. 9 dan 1 ni ayirsak 8, 7 dan 2 ni ayirsak 5, 5 dan 4 ni ayirsak 1, 4 dan 5 ni ayirib bo'lmaydi. Nima qilardik? Qarz olib berardik. Qarz olib bersak, bu yoqqa 10 bo'lib o'tadi. O'zidagi 4 bilan 14 bo'ladi. 14 dan 5 ni ayirsak 9. Bitta 1 ni olib berganimiz hisobiga 5 qolgan. 5 dan 3 ni ayirsak 2. 3 dan 6 ni ayirib bo'lmaydi. Qarz olib beramiz. Qarz olib bersa o'zida 7 qoladi. Bu yoqqa o'tsa 13 ga aylanadi. 10 o'zidagi 3 bilan 13. 13 dan 6 ni ayirsak 7 endi. 7 qolyapti. 7 dan 1 ni ayiradigan bo'lsak 6. Mana javob chiqdi. Tushundingmi? Yaxshi. Endi bunisini ishlaymiz ayirishda. Mana 2 yozaman endi. Ayirishni bajaramiz. Hop. 5, 6, 4, 5, 7, 8, 9. Endi 8, 5, 6, 4, keyin 1, 2 hamda oxiri 3 kelyapti. Ayirishni bajaryapmiz. 9 dan 8 ayiramiz 1, 8 dan 5 ayiramiz 3, 7 dan 6 ayiramiz 1, o'ng tomondan boshlab ketamiz har doim. 5 dan 4 ayiramiz 1, 4 dan 1 ayiramiz 3, 6 dan 2 ayiramiz 4, 5 dan 3 ayiramiz 2. Bo'ldi. Shunga endi bitta ko'paytirishdan bitta bo'lishni ham ishlab qo'yamiz. Ko'paytirishni bittasini, bo'lishni bittasini bajaramiz. Ko'paytirishni 2 yozdim. Mana shunisini bajaraylik. 27, 6, 1, 3. 26 ga ko'paytiramiz. Yaxshilab e'tibor berib tursalaring, bularda xudo xolasa bo'ldi. 6 kere 3 18. 8 ni yozamiz, 1 dildi. 6 kere 1 6, dildagi bilan 7. 6 kere 6 36, 6 ni yozamiz, 3 dildi. 6 kere 7 6 ni hammasiga ko'paytirish chiqyapti. 6 kere 7 42, dildagi 3 bilan qo'shilgan bo'lsa 42 45 bo'ladi. Hali to'g'ri ketyapti. 45 deganimizda 5 ni yozyapmiz, to'g'ri ketyapti. Dilga ketyapti. Bular ishlatib bo'lindi. 6 kere 2 12, 12 ga dildagi 4 ni qo'shadigan bo'lsak 16 bo'lib qoladi. Endi 2 ni ko'paytirib chiqamiz. 2 kere 3 6 bitta surib yozamiz. 2 kere 1 2, 2 kere 6 12, ikkisini yozamiz 1 dilda. 2 kere 7 14, dildagi bilan 15, 5 ni yozamiz 1 dilda. 2 kere 2 4, dildagi bilan 5 qo'shamiz. Mana bu tizimda o'zini 8 da opishyapmiz. 6 ga 7 ga 6 ni qo'shsak 13, 3 ni yozamiz 1 dilda. 6 ga 2 ni qo'shadigan bo'lsa 8, dildagi bilan 9. 5 ga 2 ni qo'shsak 7, dilda qolmagan. 5 ga 2 ni qo'shsak 7 bo'ldi. 6 ga 5 11, 1 ni yozamiz 1 dilda. Bular ishlatib bo'ldi. 1 ga 5 ni qo'shsak 6, dildagi bilan 7 mana. Javob chiqdi. Nega? Bu ko'paytirish edi. Endi bitta bo'lishga mo'lisini ishlab qo'yaveramiz. Ikki xonaligini. 9, 6, 0, 0, 6, 9, 6 ni bo'lamiz. Ustun shaklda birga yozyapman. 84 ga qaranglar. Ikki xonani ichida ko'raman. Har xil 9 ichida yo'q. 96 84 tadan bitta xolos. 84. Ayrimiz. Ayrib oladigan bo'lsa 6 dan 4 kessa 2, 9 dan 8 kessa 1, 12 ga. 0 da opishamiz. 120 ni ichida 84 tadan. 84 ga 84 qo'shsa 168 bo'lib ketadi. Demak, bitta bor xolos. 1 ni 84 ga ko'paytirsa 84 ni o'zi ayirib olamiz. Ayirib olardik. Qarz beramiz. 10 dan 4 kessa 6, 1 qolyapti. Qarz beramiz. Yana 11 dan 8 kessa 3. Endi 0 ga navbat kelgan. 360 bo'lyapti. 360 ichida 84 tadan. Qaranglar, mana shu bitta usul bor. Hop, qo'lda ko'rsatardim endi men. Mana 0 ni yo'q deb tasavvur qilinglar. 36 bo'ldimi? Aytdan 4 ni yo'q deb faraz qilinglar. 36 ichida 8 tadan nechta bor deymiz? 80 dan 4 ta bor. Demak, taxminiy son, bu aniq son chiqmaydi. Ko'paytirib ko'ramiz alohida. 84 ni 4 ga ko'paytirib ko'raylik. Bir dilda 4 kere 8 32, 32 bo'lib qo'ysa 336 bo'ladi. Demak, 4 ta 336 bo'ldi. Agar bunga 84 qo'shsa oshib ketadimi? Demak, aniq bo'ldi, 4 ta bor ekan. Deyarli har doim to'g'ri chiqadi. Adasi ham bittaga farq qiladi xolos. Ya'ni, bu bittadan bitta raqamni o'chiramiz, bittadan bitta raqamni o'chiramiz. Agar bu 89, 88 bo'lib qolsa, misol uchun 89 ga bo'layotgan bo'lsa, 90 deb olib turib bitta raqamni o'chiramiz. Ko'pincha bittaga xato qiladi. Xato qilish mumkin, lekin ko'pincha to'g'ri chiqadi. Xo'p, 4 ni demak 84 ga ko'paytirsa 336. 336 ni 2 yozdim endi. 336. Ayirib oladigan bo'lsak,
10 dan 6 kelsa 4, 5 qolyapti. 5 dan 3 kelsa 2. 24 bo'ldi. 3 ni 3 darsi 0. Endi 6 ni olib chiqamiz. 6 ga navbat keldi. 2246 bo'ladi. 246-chi qaranglar. Mana shu yerda mana bittaga xato ketadi. 8 o'chirib oldim, 8 qoldi. O'chirib oldim, 24 qoldi. 24 ichida 8 tadi. 3 ta bor. 3 kere 4 12, ikkisini yozamiz 1 dilda. 3 kere 8 24, dilda bilan 25. Ha, oshib ketib qoldi. 252 ta mana 252 chiqib qoldi. Bundan bitta kamini olib qo'yamiz. Jicha oshdi xolos-da. Demak, 3 ta emas, 4 ta ko'rib ko'rar ekanmiz. Pastga yozib ketaverdim, bari ustiga kelib qo'ydim. 246 246 ni endi 4 tasi ma'lum 336 bo'ladi. 2 yozaveraman. 336 6 ni olib chiqamiz esimizda. 2 yozaverar ekanmiz. 336 36 ayiraveramiz. 336 ayiraveradigan bo'lsa 6 dan 6 ni ayirsak 0. 4 dan 3 ni ayiradigan bo'lsa 1. Hop. To'xtanglar. Mana shu xato ketib qoldi. Kamini olishimiz kerak edi. Ko'pni olib ketdim. 252 bo'lib qoldi. 252 246 dan ko'p. Ko'p 3 dan bitta kamini olaveramiz. Demak, 2 ta olishimiz kerak. Hozir yana ham kattalashtirib yuboribman. Endi 2 ni 84 ga ko'paytiramiz. 2 kere 8 2 kere 8 16 bo'lib qoladi. Shuni aytamiz endi. Aytamiz, javobni 2 yozaveraman. Qarz beramiz. 16 dan 8 kelsa 8, 3 qolgan. 3 dan 6 ni ayirib qarz beramiz. 13 dan 6 keladigan bo'lsa 7. Endi 9 ga navbat keladi. 9 ni topishamiz mana. 789. Endi bunda ham shuna qilamiz. 9 yo'qdi faraz qilaylik 84. 4 yo'qdi faraz qilaylik 8. Demak, 80 78 ichida 8 tadan nechta bor? 8 kere 9'imiz 72 bo'lganligini hisobiga 9 ta borni faraz qilamiz. 84 9 ga ko'paytirib beraylik. 9 kere 4 36, 6 ni yozamiz. 3 dilda 9 kere 8 72 dildagi bilan 75 bo'ladi. 756. Mana to'g'ri kelyapti. Endi qo'shsa ko'payib ketadi. Shuni hisobiga 756 ni o'zi bo'lib qoladi. Demak, nechta ekan? 9 ta ekan. 9 kere 84 756 bo'ldi. Aytamiz. 9 dan 6 kelsa 3, 8 dan 5 kelsa 3 bo'ldi. 7 lar sho'raydi. Endi 6 ni olishamiz. 6 ni olishsa 336 bo'ladi. Bunda nechtaligi aniq? 4 ta edi. Bu yerda hisoblaganmiz. 4 tasi 336 bo'ladi. Mana shu yerdan yoqqa yozib 0 bo'libdi. Jicha charkashib qoldi shu hisobiga. Bo'ldi. Endi bo'lishdan ham bitta ko'rib qo'ydik, ko'paytirishdan bitta ko'rib qo'ydik. Endi mana ularda. Bu yerda bitta masala bor edi, shuni ko'rib olishimiz kerak. Masalani ham ko'raylik. Bularni o'chirib yuboraymi bo'lmasam? Xo'p, qaranglar, masalani ko'ramiz. Omborda 2414 quti pomidor bor. Qaranglar, shuni kichrayib beraylik-da, nariga ekranga yozaman. Buni ham kichraytiraman. Yonma-yon sho'rni. Xo'p, qaranglar. Tamam. Omborda 2414 quti pomidor bor. Jami omborda deyapti, demak o'z-o'zidan bu jami bo'lishi kerak. Masalada bitta narsaga e'tibor berib olinglar. Buni doim qaytarib aytaman. Maktabda ham, boshqa joyda ham ko'p joyda sizlarga masalani o'qi desa, bunaqa qilib o'qib ketasizlar. Omborda 2414 quti pomidor bor. Birinchi qutida 735, ikkinchi qutida 813 va uchinchi qutida esa 756 quti pomidor sotiladi. Omborda nechta quti pomidor qoldi? Bu o'qish butkul xato. Sizlarning tezda o'qish olingani yo'q. Birinchi eng asosiy qoida, har bir ma'lumotga qattiq e'tibor berishimiz kerak bo'ladi.
Masalani ko'pchilik ishlanmasligining sababi u boshlang'ичda shunaqa narsa borda, 4-sinfgacha bo'lganlarga tez o'qish olish ham kerak bu narsani. O'shanga o'rganib qolib, men o'qishim kerak deb o'ylashadi. Yo'q, o'qish kerak emas, matematika tushunish kerak. O'qiganingiz umuman ahamiyatga ega emas. Kerak bo'lsa to'g'ri o'qiganingiz ham ahamiyatga ega emas. Asosiy tushuning. Ba'zilarda shunaqa xususiyat borda, o'qiyotganda A, B deb o'qiydi, ovozidan noto'g'ri narsa chiqadi, lekin xayolida uni tushungan bo'ladi. Shunaqa odamlar ham borda, ovozi noto'g'ri, misol uchun olmani olcha deb qo'ygan bo'ladi. Ovozdan chiqayotgan bo'ladi, lekin tushunib turadi. 735 738 deb ketadi, lekin ko'rib turganligi uchun uni tushunadi. Shunaqa odamlar ham bor. Shuni hisobga olsa, qaranglar. Eng muhimi ma'lumotni to'g'ri o'qishimiz kerak. Va qaranglar, har bir ma'lumotni olganlaringda o'qishni o'sha yerda o'zida to'xtatinglar. Va o'sha joyda o'zida o'sha ma'lumotni yozib olishlaring kerak. Shu yo'lni topmasalaring, demak masalani tushunmayapsizlar. O'sha yerga ko'proq e'tibor berib qaytarib o'qinglar. Masalani berilishini yozolmaslik bu o'sha masalani tushunmayotganligini bildiradi. Birinchi bo'lib, omborda jami 2414 quti pomidor bor. Demak, pomidor jami pomidor yozamiz. 2414 quti. Birinchi kuni, demak, birinchi kuniga bir raqamni qo'yaman. Mana bu ma'lumotni yozib oldim. Keyin davomini o'qishni boshladim. Birinchi kuni 735. 735 nimadir bo'ldi. Har nima bo'lganini aytgani yo'q, lekin men yozib qo'ydim. Birinchi kuni 735, ikkinchi kuni 2 ni yozib olaman. Ikkinchi kuni 813. 813. Va deyapti. Xo'p, va davom et. Uchinchi kuni uchun 3 raqamni qo'yaman. Uchinchi kuni esa 756 quti pomidor sotildi. Demak, bu sotilish ekan. Endi shu gapni bitta boshqatda o'qib olaman. Birinchi kuni 735, hop yozdim uni. Ikkinchi hop yozdim va uchinchi kuni esa 756 quti pomidor sotib oldim. Va o'sha yerda vaziyat tasavvur qilaylik. Savdo bo'yicha ekan, xuddi o'sha holatda o'zlariga tasavvur qiladi. Omborimizda 2414 quti bor edi. Men sotishni boshladim. Bir kun ichida 735 kilogramm 775 quti. Ikkinchi kuni 813 kilogramm quti. Uchinchi kuni 756 quti pomidorni sotdim. 3 kun savdo oyida shu bo'ldi. Omborda nechta quti qolgan? Jamidan demak birinchi kuni ayirib olganman. Qanchani? 735 ta. Hozir payshanbada turibmiz, dushanba kuni ayirib olganman. Sotilib ketgan u. Seshanba kuni, ya'ni ikkinchi kuni 813 ni ayirib olganman, chunki 813 ni sotib oldim. Uchinchi kuni esa 756 ni ayirib olganman. 756. Endi mana shuni hisoblab qo'ysam, hozir menda qolgani chiqadimi? Qolgani chiqadi. Bo'ldi, javob chiqdi. Ishlanish yo'li mana shuni ayirib qo'ysak bo'ldi. Qaranglar, bitta joyga e'tibor beringlar. Mana yerda necha marta to'xtab, necha marta yozdim. Birinchi kuni degan so'zini o'zida, birinchi kun degan so'zni o'zida. Hatto 735 ni o'qimasdan turib, mana bir raqamni qo'yib oldim. Keyin qaytib kelib, yana birinchi kuni 735 degan so'zni o'qidim va yana to'xtadim. Borib 735 ni yozib oldim. Ikkinchi kuni degan joyini o'zida kelib to'xtab 2 raqamni qo'yib oldim. Yana kelib, ikkinchi kuni 813 degan so'zni o'qidim. Keyin yana qaytarib yozib oldim. Va uchinchi kuni degan joyda borib to'xtab yana uchinchi kuni 3 raqamni qo'yib oldim. Va kelib yana 756 quti pomidor, 756 quti pomidorni yozdim. Demak, sotildi degandagi uni tasavvur qildim. Shunday keyin o'qib bo'lganimdan keyin sotildi degan so'zni o'qigandan keyin endi boshlab o'qib qo'yaman shu gapni. Agar bitta gaplarni bir necha ma'lumot bergan bo'lsa, o'sha gapni har bir ma'lumotni to'xtab yozib turib, o'sha gapni yana boshdan o'qib qo'yinglar. Birinchi kuni 735, ikkinchi kuni 813 va uchinchi kuni esa 756 quti pomidor sotildi. Masalaning ishlanmasligining eng asosiy sababi dangasalik. 2 marta o'qishga yoki bo'lak-bo'lak qilib o'qishga erinadi odam. Tushunmayotganligini o'zi bilsa ham o'qib ketaveradi. O'zi bilib turadi tushunmayotganligini. Bo'ldi, boshi esidan chiqib qolganini biladi, lekin baribir o'qiyveradi. Bilib turib qilishadi. Asosiy muammo shu. Masalani tushunma ishlanmasligida asosiysi. Omborda necha kilogramm? Endi ayirib qo'ysak bo'ldi. Shuni ishlab olaylik, ham o'qiylik. Bitta savolni berib bo'ldi-da, keyingi savol haqida o'ylamaymiz hozircha. 735 ta ayiraylik. Qarz beramiz. 14 dan 5 kelsa 9. Maytda 0 qolyapti. Qarz beramiz. 10 dan 3 kelsa 7. 3 qolyapti. Qarz beramiz. 13 dan 7 kelsa 6. 1. 1679. Endi 813 ta ayiramiz ikkinchi kunligini. 9 dan 3 kelsa 6, 7 dan 1 kelsa 6, 16 dan 8 kelsa 8. Endi 756 ni ham ayiramiz. 8, 6, 6. 756. 6 ni 6 dan ayirsak 0,
6dan 5 kelsa 1, 8dan 7 kelsa 1. Demak, 110 kilogramm qolib kelgan. Bitta aytaymi, mana shu narsa haqiqiy hayotdan olingan masala. Savdogarlarda, do'konchilarda doimiy bo'ladigan narsa. Har kuni uchraydigan narsasi. Agar qaranglar, agar har bir qutining pomidorning og'irligi 18 kilogramm. Endi yana boshqa ma'lumot haqida gapirishni boshladi. Bitta savolim, lekin tevadagi ma'lumotlardan foydalangan holatda ishlaymiz. Agar bitta qutining og'irligi bo'lsa deyapti. Bitta qutimiz 18 kilogramm ekan. 3 kunda necha kilogramm pomidor sotilgan? 3 kun. 3 kunda jami necha kilogramm pomidor sotilganini topishimiz kerak ekan. Xo'p, qaranglar. 1 kilogramm qutida 18 kilogramm bor ekan. Bitta qutida 18 kilogramm bor ekan. 3 kunda nechta quti sotilganini topaylik-chi oldin. Uning uchun mana shu uchalasini qo'shishimiz kerak. Xo'p, qo'shaman. Qaranglar, mana shu taymada yozilyapti, faraz qilaman. 5 ga 3 ni qo'shaman. 8. 8 ga 6 ni qo'shaman. 8 ga 6 ni qo'shsam 14 bo'ladi. 4 ni yozaman, 1 dilda. 3 ga 1 ni qo'shaman, 4. 4 ga 5 ni qo'shsak 9, dildagi 1 bilan 10 bo'ladi. 0 ni yozamiz, 1 dilda. 7 ga 8 15, 15 ga 7 ni qo'shadigan bo'lsak 22. Dildagi 1 bilan 23 bo'ladi mana. 2304 kilogramm quti sotilgan ekan. Endi qaranglar, 1 kilogrammi 18, bitta qutimiz 18 kilogramm bo'lsa, tasavvur qiling, bitta quti turibdi 18 kilogramm. Yoniga yana bitta quti keldi. Ikkita 18 bo'lgandan keyin 36 sizlar qo'shasizlar. Uchinchi qutini ham olib keldik. Bittasi 18, ikkinchisi ham 18, uchinchisi ham 18. Nima qilasizlar? 3 ta 18 ni qo'shasizlar. Ya'ni 54. Endi 10 ta quti olib keldik. Hammasi 18 dan. Bitta 18, ikkita 18, 10 ta shunaqa quti bor. Demak, 10 ta bo'ladigan bo'lsa, endi 18 ni 10 ga ko'paytirib qo'yish yetarli bo'ladi. Ya'ni 1 kilogramm 18 bo'lsa, 10 ta qutini topmoqchi bo'lsak, 18 ni 10 ga ko'paytirib qo'yish yetarli bo'ladi. 180 kilogramm. Endi bizda qutimiz 10 ta emas, bizda quti jami 2304 ta bo'lyapti. 2304 quti pomidorimiz bor va bitta qutimiz 18 kilogramm. Demak, 2304 ni 18 ga ko'paytirsak, necha kilogramm sotganligimiz chiqadi? Ko'paytiramiz. 2304 ni 18 ga ko'paytiramiz. 8 kare 4 32, x ni yozamiz 3 dilda. 8 kare 0 0, 0 emas. 8 kare 0 0, lekin dildagi 3 bilan 3 bo'ladi. 8 kare 3 24, 4 ni yozamiz x dilda. Dildagi 2 bilan 18 bo'ladi. 1 kare 4 4, 1 kare 0 0, 1 kare 3 3, 1 kare 2 2. Qo'shamiz. Xo'p, 2 yozaverasiz olmas ekan. 2, 3 ga 4 qo'shsak 7, 4 ga 0 qo'shsak 4, 8 ga 3 qo'shsak 11, 1 ni yozamiz 1 dilda, 1 ga 2 ni qo'shsak 3, dildagi bilan 4. 41472 kilogramm sotilgan ekan. Mana javob chiqdi. Qaysi kuni ko'proq pomidor sotilgan deyapti. Eng ko'pichi deyapti. Qaysi kuni ko'proq pomidor sotilgan? Endi har bir kunni topishimiz kerak ekan. Xo'p, kattalashtirib o'raverdik, joy yetmay qolyapti. Oxirgi savolimizga har holda. 1 kilogrammini bitta qutimizni 18 kilogramligini aytdi. Endi biz qaranglar, 271 kun, 735 kunligini 813 qutini va 756 qutini topib chiqishimiz kerak. Lekin bizning savolimizda baribir aytadigan bo'lsak, qaysi kunda kamroq pomidor sotilganligini topishimiz kerak. Sotilgan topsak bo'ldi. Quti ko'proq bo'lsa, ko'p pomidor sotilgan bo'ladi. Quti kam bo'lsa, kam pomidor sotilgan bo'ladi. Demak, eng ko'p bilan eng kamini topsak bo'ldi ekan. 813 bu eng ko'p. Demak, 1 kilogramm 18, bitta qutimiz 18 kilogramm bo'lsa, 813 ta qutimiz qancha bo'ladi deb qo'ysak bo'ldi. Uning uchun 813 ni 18 ga ko'paytirish yetarli. Ko'paytiramiz. 813 ko'paygan 18. 8 kare 3 24, 4 ni yozamiz 2 dilda. 8 kare 1 8, dildagi 2 bilan 10 bo'ladi. 0 ni yozamiz 1 dilda. 8 kare 8 64, dildagi bilan 65. 1 kare 3 3, 1 kare 1 1, 1 kare 8 8. Qo'shamiz. 4 3 6 va 14. Demak, 813 ta qutimiz 14631 bo'lyapti. 14634 kilogramm sotilgan ekan eng ko'pida. Eng kamida esa 735 bu eng kam quti bo'lyapti. Demak, 735 qutini topishimiz uchun 735 ni 18 ga ko'paytirishimiz. 735 ni 18 ga ko'paytiramiz. 8 kare 5 40, 0 ni yozamiz 4 dilda. 8 kare 3 24, 4 ni yozamiz 2 dilda. 8 kare 7 56, dildagi 58. 1 kare 5 5, 1 kare 3 3, 1 kare 7 7. Qo'shamiz. 0 9 1 dilda, 7 ga 5 qo'shsak 12, dildagi 13. 13190 bu
eng kami bo'lyapti ekan. Bitta yaxshi masalani ko'rib chiqdik. O'zi bitta masalada 3 ta masala bor ekan. Bitta masala ishlagandik o'ziga. Yaxshi. Endi davom ettiramiz. Kattalashtiraydigan. Davom ettiramiz. Endi mana bu hisob kitob ekan. Qaranglar, buni bittasini ishlab qo'yamiz. Qolganini o'zlarini ishlab ko'rasizlar. Qaranglar, birinchisini ishlab ko'raveraman. Birinchisini deyotgan sababi bunda qaos yo'q ekan. Durustmi ham qaos yo'q ekan. Bunda qaos bor ekan, juda ko'p vaqtimiz oladi. Uning qaos ham bor, ko'paytirish, bo'lish hammasi bor. Shu bo'yicha ishlaymiz. Buni endi ko'chirib olishimiz kerak. Ko'chirib olmasak bo'lmaydi. Kichraytiramiz. Buni ham ochildi. Buni ham kichraytirib olaman. Mana chekka yozib olaman. 69 bo'lingan 23 qo'shilgan 45 ko'paygan qaos ochamiz 896 ayrilgan 15 ko'paygan 32. Mana shu misolni ishlab ko'rsatib beraman. Qaranglar, bitta nima yaxshilab e'tibor beradigan narsamiz, bu yerda har xil turda ishlaydiganlar bor. Sizlarga hozir birinchi ish, ikkinchi ish qilib o'rgataman. Lekin matematikani noldan o'rganadigan darslarimiz bo'ladi-ku, unda boshqacha o'rgataman. Sababi sizlar bu yerda hozir bo'lsa 10 ta, 15 ta shunga o'xshash misol ishlaysizlar. Xolos, ko'p ishlaydiganlar boshqacharoq ishlashi kerak. Qaranglar, birinchi ish qaysi, ikkinchi ish qaysi, o'shana qilib ishlayman sizlarni. Birinchi ish mana. Ya'ni qaosning ichi birinchi bajarilishi kerak. Birinchi bo'lib 4 ta amaldan qaysinisi birinchi bajariladi desa, qaranglar. Ko'paytirish birinchi bajarilmaydi. Bo'lish ham birinchi bajarilmaydi. Qo'shish ham, ayirish ham birinchi bajarilmaydi. Birinchi bo'lib ko'paytirish bilan bo'lish bajariladi deymiz. Qaysi bir ustun? Ko'paytirish ustunmi, bo'lish ustunmi desa, yo'q, birinchi kelgan ustun xolos. Bir-biridan ustun bo'la olmaydi bular. Qaysi biri chapdan qarab borganimizda birinchi kelgan bo'lsa, o'shani ustun bo'ladi. Albatta bu qaos yo'q holatda. Endi qo'shish bilan ayirish bo'lsa, qaysi bir ustun deydigan bo'lsa, qo'shish ham, ayirish ham ustun emas. Birinchi kelgan ustun. Ikkinchi bo'lib qo'shish bilan ayirish deyiladi. Birinchi kelgan ustun bo'ladi. Endi qaos kelgan bo'lsa, birinchi bo'lib qaos ichiga qaraymiz. Qaos ichida esa bitta ko'paytirishimiz bor ekan, demak, birinchi ish o'sha bo'ladi. Ikkinchi ish albatta ko'paytirish bo'ladi. Endi qaosni bajarib bo'ldik deb tasavvur qiling. Yo'q endi qaos. Ikkinchi ishni bajarganlardan keyin qaos ichida son bitta son qoladi xolos. Demak, qaos yo'q. Endi bir boshdan qaraymiz. Vaqtida bo'lish turibdi. Bu uchinchi ish bo'ladi. Buni ham bajarib bo'ldi, unda bitta son qoladi. Qo'shilgan. Bu qo'shishni bajarib ketmaydi, chunki mayda ko'paytirishda qaos tashqarisi ko'paytirishdi. Hali bajarmagan bo'lasizlar. Bu 4-chi ish bo'ladi. Oxiri 5-chi ish qo'shish bajarildi. Mana xuddi shu ketma-ketlikda bajarishimiz kerak. Qaranglar. 1. Birinchi ishni bajaraman. Ya'ni 15 ko'paygan 32. 32 ko'paygan 15 deb yozaveraman bir yo'l tayma-tayma. Xohlaganimiz birinchi yozib olaveramiz ko'paytmada. 5 kere 2 10, 0 ni yozamiz bir dilda. 5 kere 3 15, dildagi 1 bilan 16. 1 kere 2 2, 1 kere 3 3. Qo'shamiz endi. 5 ni ko'paytirdim ikkoviga, keyin 1 ni ko'paytirdim. 0 8 4. 480 chiqdi. Endi ikkinchi ish, qaranglar. 896 dan ayirishim kerak ko'paytmada chiqqan javobni. Ko'paytmada chiqqan javobda 896 dan ayirmada urinmanglar. 896 dan ayirishim kerak 480. Buni o'rnida bu kelish kerak. Tushundingmi? Endi mana tayma-tay yozaman. 896 dan ayirishim kerak. Tayma-tay yozay. Ayirishim kerak 486 80. 0 ida qancha bu 480? 0. Endi ayryapmiz. 6 dan 0 da ayirsak 6, 9 dan 8 da ayirsak 1, 8 dan 4 da ayirsak 4. 416 bo'lyapti. Demak, ikkinchi ish 416 ga aylanadi. Endi qaranglar. Uchinchi ish mana bo'lish xolos. Mana qaosning ichini bajarib bo'ldik. Qiymati necha ekan shu qaosning ichida? Bitta sizlarga belgilab qo'yay, mana shuni qizilda. Ma'noni bajarib bo'ldik. Shu yumalab qolayotgan ifoda. Hayollarda shuni nechiligini tasavvur qilinglar. Mana shu yumalaqning ichida necha turibdi? 416. Bu yerda 896 ayrilgan 15, 32 bular yo'q endi. 416 turibdi xolos. Endi bu bo'lishga navbat keldi. Bo'lishni bajaramiz. Bu uchinchi ish. Qalanroq bo'laylik. Uchinchi ish. 69 ni bo'larkanmiz 23 ga. 69 bo'lingan 23. Endi 69 ichida ko'raveramiz. 69 ichida 23 ta nechta bor? 23 qo'shamiz. 46, 46 ga 23 qo'shsak 69. Demak 3 ta bor ekan. 69 bo'ladi. Ayirib olsak 0.
Demak, mana bu sonni o'zidan 3 chiqyapti. Yozib ham qo'yaylik, mana shu yumalarning ichida 3 turibdi. Pastga yozib qo'yaman qizil. 3 mana. 3-ishdan javob 3 chiqdi. Xo'p, endi 4-ish. 4-ish qaranglar, mana ko'paytirish. Ya'ni 45 ko'paygan qavs. Qavs esa 416 ya'ni 45 ko'paygan 416 bo'lyapti. Xohlaganimiz birinchi yozib olaveramiz ko'paytmani. 416 ga 45 ni ko'paytiraman. Ko'paytiramiz. 5 kere 6 30. 0 ni yozamiz 3 dilda. 5 kere 1 5, dildagi 3 bilan 8. 5 kere 4 20. 4 kere 6 24. 4 ni yozamiz 2 tilda. 4 kere 1 4, dildagi bilan 6. 4 kere 4 16. Qo'shamiz 0. 8 ga 4 ni qo'ysak 12 ni yozamiz 1 dilda. 0 ga 6 ni qo'ysak 6, dildagi bilan 7. 2 ga 6 2 ni qo'ysak 8. 1. Xo'p, demak, bu 4-ishni ham bajarib bo'ldik. Oxiri bizda 5-ish qolyapti. 5-ishimiz. Mana chiqqan. 3 qo'shilgan mana ko'paytmani tomoni. Ko'paytmamiz 8720 chiqyapti. Endi mana birinchi xonaga birlar xonasini qo'shib qo'ysak bo'ldi. Bu oson. 20 mana javob chiqdi. Shunga yaxshi. Bu ketma-ketlikda bajarib olib kelsak, qolganlarni ham chiqaveradi. Kattalashtiramiz endi. 1 soatga ham yaqinlashib qolibdi o'zi. Lekin maktabda 45 minutdan ustiga o'quvchilarni baqir-chaqiradi. Baribir qiynaydi. O'quvchisi 65 ming qaranglar. O'quvchi 65 ming so'mga ruchka va daftar sotib oldi. Bir dona daftarning narxi 2000, ruchkaning esa narxi 3000 turadi. O'quvchi nechta daftar va ruchka sotib olgan deyapti. Qaranglar. Buni ham nariyoqqa yozamiz. Ko'proq masalalarni o'ylaysizlar, masalada asosiy narsani shuni e'tibor beringlar. O'qishni zo'r qilib o'qinglar, qolgani muammo emas. Yo'q narsani yo'q deb belgilaylar. O'quvchi 65 ming so'mga ruchka va daftar sotib oldi. Demak, puli 65 ming ekan. Ruchka sotib oldi ekan, daftar sotib oldi ekan. Jami pulga qancha bo'ldi? 65 ming. Bir dona daftarning narxi 2000 so'm. Bitta daftarning narxi 2000. Hop. Ruchka esa 3000. Bitta ruchkaning daftarning narxi adashtirib qo'yibman demak. Daftar birinchi ekan. Mayli. Bitta daftarning narxi 2000. Bitta ruchkaning narxi 3000. Yozilishiga e'tibor beringlar. Qanchalik tushunarli qilib yozsangiz, shunchalik ishlashning oson bo'ladi. O'quvchi nechta daftar va ruchka sotib olgan deyapti. Xo'p. Qaranglar, o'zi aslida bu yerda tenglama tuziladi. Tenglama tuzish kerak. Xo'p, lekin bu tenglamani hozircha murakkablashib ketib qoladi sizlar. Ya'ni ikkita noma'lum. Misol uchun aytishim kerak, ruchka nechta olgan desa, x ta olgan deyishim kerak. Daftar nechta olgan desa, y ta olgan deyishim kerak. Demak, bitta ruchka 3000 bo'lsa, x ta daftarimiz narxi qancha bo'ladi desa, 3000 x bo'lsa, misol uchun ikkitasini topish uchun 3000 ni 2 ga ko'paytiramiz, 3 tasini topish uchun 3000 ni 3 ga ko'paytiramiz. Demak, x tasini topishimiz uchun 3000 ni x ga ko'paytirishimiz kerak bo'ladi. Daftar qancha bo'ladi? Y tasi desa 2000 y bo'ladi deyishimiz kerak. Va 3000 x ga 2000 y pulni qo'shsa 65 chiqadi deyishimiz kerak bo'ladi. Plus 2000 y 65 ming. Xo'p, endi 65 ming, 2000, 3000 bo'lyapti. Qaranglar, eng oson yo'li mana shu yerda tenglamani ishlashimiz kerak. Mana undan 3 ta 0 bor ekan. Buni ham 3 ta 0 bor ekan. Buni ham 3 ta 0. Har birini mingga bo'lib olsak bo'ladi. Tenglamani ishlayotganda. Buni mingga bo'lsa 3 ta 0, bundan ham 3 ta 0 ketadi, bundan ham 3 ta 0 ketadi. 3x qo'shilgan 2y teng 65. Endi bu tenglamani ishlashimiz uchun qaranglar, bitta tenglamada ikkita noma'lum kelyapti. Shuni inobatga oladigan bo'lsak, bitta narsadan foydalanamiz. Ruchka ham yarimta bo'lmaydi. Daftar ham yarimta bo'lmaydi. Shundan kelib chiqqan holatda ishlaymiz. Bu x ni o'rniga, misol uchun istalgan bittasini yo x yo y ni o'rniga tanlayveringlar. Bitta sonni tanlaylar va y ni topinglar. Ikkalasi ham o'shanda butun son chiqadigan bo'lsa, o'shanisini olaveramiz. X o'rniga birinchi bo'lib misol uchun 1 olib keldik. 1 oladigan bo'lsa 3 bo'ladi bu. Plus 3 kere 1 bo'ladi-da. 2y teng 65. 2y teng 65 ayrilgan 3. 2y teng 65 dan 3 ketadigan bo'lsa 62. Y teng 31 bo'ldi.
Ikkovi ham butun son chiqdimi? Bo'ldi, shu javob olinaveradi. X'imiz bitta, o'quvchi nechta daftar va ruchka sotib olgan? Bu boshqa masala ekan. Chilab qolinglar. Besh boshqa masala ekan. O'quvchi nechta daftar va nechta ruchka olgan? Bitta X'dan, ya'ni ruchkadan bitta, daftardan 30 bitta olgan bo'ladi. Yana boshqa son qo'yib beraylik. 2 qo'yadigan bo'lsak, 3 kara 2 bo'ladi. Orada ko'paytirish bor. 6 qo'shilgan 2y teng 65. 2y teng 65 ayrilgan 6. 2y teng 59. Y teng 59 taqsim 2 bo'lib qoladi. Mana kasr bo'lib qoldi. Misol uchun Y daftar edi, 59 taqsim 2 ta daftar oldi deya olmaymiz. Ya'ni yarimta daftar oldi deya olmaymiz. Shuni hisobga olib, qolganlarda hammasida nima bo'lib qoladi? Yarimtalik bo'lib qoladi. Bitta mana shu birinchisi to'g'ri kelyapti xolos. Qolganlarni tekshirib ko'rsalar ham bo'laveradi. Agar qaysidadir ikkalasidan naturaldan chiqib bo'lsa, u ham to'g'ri. Ya'ni bu yerda o'zi asli tenglarni tuzmasdan bunaqa ishlasa ham bo'laveradi. X'da bitta ruchka oldi, ikkita ruchka oldi, uchta ruchka oldi deb hisoblab chiqsalar ham bo'laveradi. Bu usul ham to'g'ri kelaveradi. Yaxshi. Xo'p, endi Mun 5 ishlaylik, munisi qoladi lekin. 2, 9, 3, 6 va 0 raqamlaridan foydalanib eng katta va eng kichik 5 xonali sonlarni bir sondan kattasidan kichigini ayring. Demak, necha xonali son debdi? 5 xonali son debdi. Mana 5 ta xonamiz bo'ladi. Eng katta va eng kichik. Eng katta bo'lishi uchun bu tomondagi son iloji boricha kattaroq bo'lishi kerak. 9 dan boshlaymiz. Bizda bu raqamlardan foydalanyapmiz. 9 dan boshladim. 9 qo'ydim va keyingi kattasini olaman. 6 qo'ydim. Va keyingi kattasini olaman. 3 qo'ydim va undan keyingi kichikroq ketaveraman. 2 bo'lyapti va 0 bo'lyapti. Bu eng kattasi. Endi eng kichkinasini tagiga yozaman. Baribir aytishim kerak ekan. Eng kichkinasi uchun eng kichkina raqamdan boshlashim kerak, lekin bu 0 eng kichkina raqam. 0 dan foydalanolmayman bilan birinchi bo'lib. Bo'lsam 5 xonali bo'lmay qoladi. Shuning uchun birinchi bo'lib 2 dan boshlayman. Va keyin 0 deb yozaman. Iloji boricha kichikroq raqamni birinchi yozishim kerak. 2, 0, keyin yana eng kichik raqam 3, undan keyin ishlatilmagan eng kichik raqam 6 va undan keyingisi 9. Endi mana shuni ayirib olsak bo'ldi. Qarz olamiz. 10 dan 10 bo'ladi. 10 dan 9 kelsa 1. 1 qolyapti. Qarz beramiz. 11 dan 6 kelsa 3. Mayli 2 qolgan. Qarz beramiz. 12 dan 3 kelsa 9. 5, 9 dan 2 kelsa 7. Mana javob chiqdi. Shunga. Xo'p, 6-chi qoladi. Endi bu yerda mana shu turdagi misollardan bir ikkitasini ishlab qo'yamiz. Qolganini bir qator ishlab ko'rasizlar. Bular juda ham oson. Juda ham oson aslida. Mana. Sonini bu bilan d noma'lum bo'lyapti. Qandaydir raqamni 3 ga ko'paytirgan ekan 5 o'tdi. Qarang. 3 ni qaysi raqamga ko'paytirsak 5 bilan tugaydi. 3 ni 7 ga ko'paytirsak 5 bilan tugashi mumkin. Hamda mayli unda qaysi raqamlar bo'lishi mumkin? Qaranglar. Ayrishagan uzr. Ko'paytirishni olib. Qo'shish bu ayrish. Ayrishnikini bitta ishlaylik. 3 dan ayriyapti ekan nechinidir? 5 chiqdi. Katta chiqdimi? Albatta bundan qarz bergan. Qarz bergan bo'lsa, o'z-o'zidan bu 13 ga aylangan. 13 dan nechinidir ayirgan ekan. 13 dan nechini ayirsa 5 bo'ladi? Albatta 8 da ayirsa. Demak, o'z-o'zidan mana unda 8 kelyapti. 13 dan 8 ayryapti 5 bo'ladi. Metta 3 qolgan. 3 dan 2 ni ayirsak, metta 1 qolyapti. Endi qaysidir sondan 9 da ayirganiga 1 bo'ldi. 10 dan 9 da ayirsa 1 bo'ladi. Demak, uning uchun bundan qarz berish kerak va bu 0 bo'lishi kerak. O'shanda 10 bo'lib turib 9 da ayirsa 1 chiqadi. Endi mana 6 dan 7 ni ayryapti ekan, qarz berilgan. 16 dan 7 kelsa 9 u, bu 7 bo'laveradi. Demak, sonimiz 8 ekan, d sonimiz 10 ekan, f sonimiz 1 ekan. Xo'p, endi ko'paytirish. Ko'paytirishga ham bitta misol ko'rib qo'yaylik. Y. Qaysidir raqamni 5 ga ko'paytirganiga 0 chiqdi. 0 ni ko'paytirsa xolos boshqa hammasida bo'ladi. 0 bo'lishi ham mumkin. 2 ham bo'lishi mumkin aytgancha. 2 kira 5 10. Juft raqamlar bo'lishi mumkin. Demak, Y da juftligi bor. Y juft ekan. Xo'p. Endi qaysidir raqamni 1 ga ko'paytirgan ekan, mana Y da endi bu. Y da 1 ga ko'paytirgan ekan 6 chiqdi 6 ekan. To'xtanglar, 6 bo'la olmaydi. Sababi 6 kira 5 esa 30 bo'ladi. 0 ni yozamiz 3 dilda. 6 ni 1 ga ko'paytirsa 6 o'tib 9 bo'lib ketib qoladi. 6 dan kichkinalik aniq. Bundan kichkinasini 4 olib kelaylik. 4 kira 5imiz juftligi aniq. Shundan foydalanib 6 4lar qo'yib ko'ryapman taxminan. 4 kira 5 bo'lsa 20 bo'ladi. 0 ni yozamiz 2 tilda. 4 kira 1 4,
Dildagi 2 bilan 6 bo'ladi. Endi 4 kere 2 8, endi to'g'ri kelyapti. 4 kere 5 20, 0 ni yozamiz ikkisi tilda. 4 kere 1 4, dildagi 2 bilan 6. 4 kere 2 8. Endi bu to'g'ri keldi, x bo'yicha gapiramiz. X ni qaysidir songa 5 ga ko'paytiribdi. X noma'lum raqamni 5 ga ko'paytirganda 0 bilan turibdi. Unaqada bu x ham juft son. Tushunsanmi? Juft son bo'ladigan bo'lsa, qaranglar. 0 ni 5 ga ko'paytirsa 0. 2 ni 5 ga ko'paytirsa 10 bo'ladi. Qani 2 ni qo'yib ko'ryapman. Shunchaki 0, 2, 4, 6, 8 qo'yib ko'ramiz. 2 kere 5 10. 0 ni yozamiz 1 dilda. To'g'ri kelyapti hozircha. Endi 2 ni 1 ga ko'paytirib ko'ramiz. 2 kere 1 2. Dildagi 1 bilan 3 bu ham to'g'ri keldi. 2 kere 2 esa 4, bu ham to'g'ri keldi. Demak, x'imiz 2 ekan. Mana javob chiqdi. Shunchaki juftligini bilib olib, shunga qarab tanlab ketdim xolos. Bo'ldi, ba'g'ini ishlaymiz, masalalardan ham ko'rdik. Ko'paytirishga ham, bo'lishga ham bir qator ko'rib qo'ydik. Bir qator ishlab ko'rasizlar. Agar qaysidir misol chiqmaydigan bo'lsa, chiqmagan misolni yozib qo'ysalar guruhga, aynan o'sha paytda deyolmayman, lekin dars boshlanishidan oldin har safar ko'rib o'tib ketamiz. Mana bu misol chiqmadi, rasmga olib tashlab qo'ysalaring, xuddi o'sha misolni dars boshlanishidan oldin ko'rib ketamiz har doim. Bo'ldi, bugunga yetadi. Xudo xolasa, keyingi darsimizda ikkinchi mavzularni, uchinchi mavzularni ham ko'ramiz. O'zi 1 soat o'tdi yana.